Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Sizlar bilan bugungi mavzuyimiz Future Simple Tense. Kelasi oddiy zamon haqida tanishib olamiz. Ingliz tilida kelasi oddiy zamon nima ekanini haqida tushuntirib berib o'taman. Bugungi darsimizda siz bilan o'rganadigan jihatlarni o'rganib olamiz, ko'rib olamiz. Understand Future Simple Tense. Kelasi oddiy zamon haqida tushuncha beraman. Learn positive, negative and question forms. Biz kelasi oddiy zamonning darak shakli, inkor shakli va so'roq shakllari haqida ma'lumot berib o'taman. Talk about future plans and predictions. Biz kelajakdagi rejalar va taxminlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Use will correctly in speaking and writing. Gapirish ko'nikmasi va yozish ko'nikmasida biz kelasi oddiy zamonda qanday ishlatishimizni o'rganib olamiz. What's future simple? Future simple. Kelasi oddiy zamon nima degani? Future simple is used for nimalar uchun foydalanadi? Kelajakdagi oddiy zamon. Kelasi oddiy zamon deganimiz. Future actions kelajakdagi ish harakatlar to'g'risida xabar beradi, ma'lumot beradi. Predictions taxminlar, promises va'dalar, spontaneous decisions beixtiyor qarorlar to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Beixtiyor qarorlar to'g'risida ma'lumot beradi demoqchi edim. Examples. Misollar. I will help you. Men senga yordam beraman. She will travel next year. U kelasi yili sayohat qiladi. I will come later. Men keyinroq kelaman. It will rain tomorrow. Ertaga yomg'ir yog'adi degan misol bo'la oladi. Endi future simplening darak shakliga o'tamiz. Positive form. Subject plus will plus base verb. Bu degani gapning egasi va bizga yordamchi fe'l sifatida will yordamchi fe'li kerak bo'ladi va asosiy fe'l kerak bo'ladi bizga. Masalan, I will study, men o'qiyman. They will come, ular keladi. Will is used for all subjects. Will degan yordamchi so'zimiz hamma egalar uchun ketaveradi. Biz birinchi shaxsga, ikkinchi shaxsga, uchinchi shaxsga deb ajratib olamiz-ku ingliz tilida. Buni hammasiga, hamma egalarga, hamma shaxslarga nisbatan will yordamchi fe'lni ishlataveramiz. Negative form inkor shakli. Inkor shaklida bizga gapning egasi kerak bo'ladi. Will yordamchi fe'lga not so'zi qo'shiladi. Inkor ma'noni bildiruvchi so'z hisoblanadi. Base verb asosiy fe'l keladi. Masalan, bu yerda aytib o'tishimiz kerak yana bitta will not deganimiz ikkita so'zdan iborat va uni qo'shib qisqartirib ketadigan bo'lsak, won't deb ishlatib ketishimiz ham mumkin. For example, he won't call me. U menga telefon qilmaydi. He will not call me deb aytishimiz ham mumkin. We will not be late. We won't be late. Biz kech qolmaymiz. Bu yerda texnik xato ketgan. We will not be late. Biz kech qolmaymiz deb aytishimiz mumkin. Question form so'roq shakli. So'roq shaklida bizga asosiy yordamchi fe'l will gapning egasidan oldinga o'tib ketadi. Will plus subject plus base verb. Will dan keyin gapning egasi keladi. Gapning egasidan keyin asosiy fe'l ishlatamiz. For example, will you join us? Bizga qo'shilasanmi? Will you dan oldinga o'tib ketgan. Bu you gapning egasi bo'lyapti. Join asosiy fe'l hisoblanyapti. Us bu yerda to'ldiruvchi bo'lib kelyapti. Object. Will she study abroad? U chet elda o'qimoqchimi? Will asosiy yordamchi fe'limiz, she gapning egasi, study asosiy fe'limiz, abroad bu yerda to'ldiruvchi bo'lib kelyapti. Short answers ingliz tilida
Biz short answers javob bergan paytimizda qisqa javoblardan foydalanamiz. Ha yoki yo'q deb javob bergan paytimizda ingliz tilida yes, I will, no, they will not yoki bo'lmasam no, they won't deb foydalanishimiz mumkin. Biz faqat yesning o'zini, no'ning o'zini ololmaymiz. Ingliz tilida yordamchi fe'llar, yordamchi so'zlar orqali javob berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rib olishingiz mumkin. When do we use it? Biz kelasi oddiy zamonni qayerlarda foydalanishimiz mumkin? We use future simple for predictions, promises, offers, future facts. Nimalarda foydalanishimiz mumkin ekan? Qanaqa holatlarda? Predictions, taxmin, biror narsani, biror bir ish harakatni taxmin qilgan paytimizda ishlatishimiz mumkin. Promises, birovga va'da bergan paytimizda ishlatishimiz mumkin. Offers, biror kishiga taklif bergan paytimizda. Future facts, kelajakdagi faktlarga, bo'ladigan ish harakatlarga nisbatan ishlatishimiz mumkin. For example, it will rain tomorrow. Ertaga yomg'ir yog'adi. I will always support you. Men seni har doim qo'llab-quvvatlayman. Bu yerda gapning formulasiga e'tibor qaratishingizni so'rardim. Signal words. Biz ingliz tilida har doim grammatikani o'rgangan paytimizda kalit so'zlar bilan birgalikda ishlaymiz. Common future simple expressions. Future simple'da kelasi oddiy zamonda tasvirlab keladigan kalit so'zlarimiz bor. Ular tomorrow, ertaga, next week, kelasi hafta, next year, kelasi yil, soon, tez orada, in the future, kelajakda, later, keyinroq. Mana shu kalit so'zlarni yodlab olishingizni so'rar edim. Positive sentences. Endi biz hozir misollar bilan tanishib o'tamiz. Bu yerda darak shakliga oid bo'lgan misollar bilan tanishib o'tamiz. I will buy a new laptop. Men yangi notebook sotib olaman. She will become a teacher. U o'qituvchi bo'ladi. They will visit Samarkand. Ular Samarqandga boradi. We will study together. Bizlar birga o'qiymiz. Negative sentences inkor shakliga oid bo'lgan misollar bilan tanishib o'tamiz. I won't forget this lesson. Men bu darsni esdan chiqarmayman. I won't, I will not deb ishlatishingiz ham mumkin. Bu yerda qisqartirilgan versiyasi. He won't play today. U bugun o'ynamaydi. They will not travel this month. Ular bu oyda sayohat qilmaydi. Question examples. Savol formasiga oid, savol shakliga oid misollar bilan tanishib o'tamiz. Will you help me? Menga yordam bera olasanmi? Will they attend the meeting? Ular majlisga qatnashadimi? Will she pass the exam? U imtihondan o'tadimi? Endi savol bergandan keyin tabiiyki savolga javob qaytarishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda javobni qanaqa tarzda berishimiz ko'rsatib o'tilgan. Buni oldin ham aytib o'tdim. Yes, she will. Faqat yes deb qo'ya olmaymiz. No, I won't. No deb qo'ya olmaymiz. Biz yordamchi so'zlar bilan birgalikda javob berishimiz kerak bo'ladi. Biz qilishimiz mumkin bo'lgan xatolar ustida ishlaymiz. Masalan, she will goes deb berilgan. Biz will yordamchi fe'lidan keyin asosiy fe'lni ishlatishimiz kerak edi. Goes deb ayta olmaymiz. She will go. Yordamchi fe'ldan keyin asosiy fe'l ishlatiladi. Will he comes? Will he come? Come'ga s qo'shimchasi qo'shilmaydi. Come'ning asosiy fe'lining o'zi keladi. I will to study. Bu yerda to infinitive kelgan. Biz infinitivda willdan keyin hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Willning o'zi keladi. I will study. To ishlata olmaymiz. Endi future simple'ga oid mashqlar bilan tanishib chiqamiz. Complete the sentences. Exercise number 1. Birinchi mashqimizda gapni to'ldirib ketishimiz kerak. Bu yerga o'zimiz yordamchi fe'l qo'yishimiz kerak bo'ladi. I call you later. Men senga keyinroq telefon qilaman deb aytishimiz uchun bu yerga qanaqa future simple'da ifodalovchi qanaqa yordamchi fe'l kerak bo'ladi? I will call you later.
I will. Will yordamchi fe'li kerak bo'ladi. Ikkinchisi, she not come tomorrow. U ertaga kelmaydi. Bu yerga yordamchi fe'l qo'yishimiz kerak bo'ladi va kelasi zamon fe'lining inkor shaklini yaratishimiz kerak. She will not come tomorrow. U ertaga kela olmaydi. U ertaga kelmaydi degan so'zimiz yasalyapti. Uchinchisi, savol formasi they study tonight. Ular kechqurun o'qishadimi? Qanaqa bo'ladi? Bir qarab chiqaylikchi. Will they study tonight? Ular kechqurun o'qishadimi? To'rtinchisi, we travel next month. Biz kelasi oyda sayohat qilamiz. We will travel next month. Keyingi oyda sayohat qilamiz. Grammar exercise 2. Ikkinchi mashqimiz bilan tanishib o'tamiz. Correct mistakes. Ichidan xato topishimiz kerak. The first. He will study yes tomorrow. Qayerda xato bor bu yerda? He will study yes tomorrow. Qanaqa bo'lish kerak edi? He will study tomorrow. Bizga hech qanaqa es qo'shimchasi kerak emas. He will study. Willdan keyin asosiy fe'l ishlatadi. Ikkinchisi, will she comes later? Will she comes later? Will she come later? Come asosiy fe'lni o'zi keladi. Chunki bizga bu yerda will yordamchi fe'li bor. The third, I want to forget. Men hech qachon unutmayman. Men hech qachon esdan chiqarmayman. I won't thank him. Will not thank him. Bizga to kerak bo'ladimi? Yo'q, kerak bo'lmaydi. I won't forget. Men hech qachon esdan chiqarmayman. Men esdan chiqarmayman. The fourth, they will play football. Ular futbol o'ynaydi. Will playing. Qayerda xato bor? Albatta, bizga ing qo'shimchasi kerak bo'lmaydi. They will play football. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Asosiy ma'lumotlarni berib o'tdim. Siz o'zingiz qo'shimcha tarzda o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.